Mana assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu tomonlarni bitkizib katta xaladenligimizni topshirdik. Xudo xolasa ichlariga narsa mevalarni qo'yishgan. Endi bu tomoniga kichikroq qilib yana bitta skrat qilib bering deyshodi. Shuni kelib mana qilib xudo xolasa bitkizyapmiz. Tunikalarni qatirib, tayday fermalarini qilib. Mana yaqinroqdan olib beraman. Kimlarda shunaqa ishlar bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib bitkizib beramiz. Katta molxonami, katta xaladenlikmi mana qilganmiz buni. Angar, stadion farqi yo'q. Xudo xolasa chiroyli qilib mana bitkizib berdik. Pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xizmatdamiz xudo xolasa. Like bosib qo'yasizlar. Ishimizga